Ka'batullohda yana bir Allohning mo'jizasi bor. Ya'ni yer yuzida yerning narsasi bo'lmagan, yerda yerniki bo'lmagan narsa bor. U ham bo'lsa Ka'batullohning burchagida yerdan 1 metr 10 santimetr balandligida Hajarul Asvad bor. Ya'ni qora tosh bor. Tavof o'sha toshdan boshlanadi va tavof toshda tugaydi. Jibril alayhissalom Ka'ba qurilishida jannatdan olib kelgan tosh. Ilgari shu tosh sutdek oppoq bo'lgan. Mayoq vazifasini o'tagan. Undan nur taralgan. Bizning yurtlarimizda buyuk ipak yo'li bo'lgani kabi Arab diyorida ham shimoliy janubiy yo'nalish bo'yicha Yamandan toki Suriyaga qadar katta savdo karvon yo'li bo'lgan. Mana shu karvon yo'lida Makka joylashgan. Karvon yo'liga mayoq vazifasini o'tagan. Undan nur taralgan, sutdek oppoq bo'lgan. Ibrohim alayhissalomdan keyin odamlar aynib ketdi, din buzilib ketdi, aqida buzilib ketdi. Ka'batullohga butparastlik kirib bordi. Odamlarda shunday bir e'tiqod shakllandiki, biz bu kiyimlarimiz bilan gunoh qilganmiz. Bizni eng gunohsiz holatimiz onadan tug'ilgan holatimiz. Onadan tug'ilgan go'dak eng poklikning timsoli. Demak, u go'dakning ko'rinishi yalang'och ko'rinish deb turib, odamlar yalang'och tavof qiladigan damlar bo'lgan. Ka'batullohni butkul yalang'och tavof qilishgan. Odamlarni bu qilgan ishiga tosh chidolmadi. Rangi qorayib, nuri so'nib qoldi. Imomi Hirabiy aytadilar: insonning qilgan isyoniga tosh chidolmadi. Rangi qorayib, nuri so'ndi. Butun umrini isyon bilan o'tkazgan odamning qalbi qanday bo'lar ekan deydilar. Toshki isyonga chidolmadi, rangi qoraydi, nuri so'ndi. Insonning qalbi etku. U et ham qora toshga aylanib ketsa kerak deydilar. Mana shu tosh Alloh taolo ko'radigan ko'z qiyomatda gapiradigan til beradi azizlar. Umrachini, hojini qiyomatda bitta shafoatchisi bo'ladi. Mana shu tosh qiyomatda umrachini, hojini shafoat qiladi, guvohlikka o'tadi. Parvardigor, men guvohman. Seni shu bandang sana baytingni tavof qilgan, umra qilgan, haj qilgan, baytingga nazari tushgan deb turib, hojini, umrachini haqqiga guvohlikka o'tadi azizlar. Abbosiylar davrida Shiyalarni qarmatiylar jamoasi Ka'batullohga katta bir qo'shin tortib kelib, Hajarul Aswadni joydan qo'parib olib ketishadi. 20 yildan oshiq muddat ular bermaydi. Keyin Abbosiylar xalifaligi o'rtaga odam qo'yib, pul taklif etilib, katta mablag' evaziga sotib olinadi. Va hozirgi o'rniga olib kelib, atrofiga gardish qilib qo'yiladi. Ana o'sha qo'parish jarayonida bo'laklarga bo'linib ketadi. Hozir biz tavof qilib o'padigan Hajarul Asvad bir necha bo'lakdan iborat. Ular o'sha toshni qo'parishda sindirib yuborishgan. Azizlar, Zamzam qurigani kabi qiyomatning alomatlaridan bittasi. Qiyomatga yaqin Zamzam quriydi. Zamzamda bir qatra suv qolmagani kabi Ka'ba ham buziladi. Sarvari koinot bir kuni ko'zlarini yumdilar va aytdilarki, oyog'i ingichka qora bir habash Ka'ba devorlarini, g'ishtlarini bittalab buzayotganligini ko'rayotgandekman deb bashorat berdilar. Ana o'sha buzilish jarayonida Allohning farishtasi o'sha toshni yana jannat sari olib ketadi. Zamzam ham jannatga qaytadi va Hajarul Asvad ham o'rniga qaytadi. Makkada Alloh deydigan odam qolmaydi. La taqumu sa'a hatta ma yabqa man qala la ilaha illalloh. Yer yuzida la ilaha illalloh deydigan odam qolmaydi. Ilon iniga kirgani kabi iymon ham Madinada so'nadi deganlar. Lekin shukrlar bo'lsinki, hozirgi jarayon musulmonlar adadining ko'payishiga qarab ketyapti. Ka'batullohga talpinadiganlarning soni ko'payish tarafga qarab ketyapti. Alloh taolo barchalarimizni mana shu ko'zlarimiz bilan Ka'bani ko'rib, qo'llarimiz bilan Ka'ba devorlarini ushlab, xatim ichida namoz o'qib, umra va hajlarni qilishligimizni Alloh barchalarimizga nasib aylasin. Ka'bani ko'rgan ko'zingiz, umra qildingiz, haj qildingiz, Alloh taolo sizni shunday mukofotlasinki, Ka'bani ko'rgan ko'zingiz do'zaxning otashiga tushmasin. Mana shu bashoratlardan umidvormiz.
Alloh taolo hammalarimizni o'zini baytini qayta tavof qilishlik sharafiga o'zi muyassar aylasin.